Hammaga assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini, yuz parvarish qilish haqida ma'lumotlarni va juda ham qiziqarli layfhaklarni aytib o'tadigan Nukomox.uz kanalimizga xush kelibsiz. Mana bu mashhur vositalar sizni teringizni o'ldiryapti. Sababi nimada? Bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Juda ham ko'p vositalarni TikTokda ko'rgansiz va millionlab fikrlar, blogerlarning maqtoviga ham uchib qolamiz. Endi esa eng yomoni shundaki, bu vositalar aslida ko'pchiliklarimiz yuziga mos kelmaydi. Bugun men sizlarga shunaqa hit bo'lgan mahsulotlarni ko'rsataman. Ular juda ham mashhur bo'lishiga qaramasdan, aslida esa yuz teringizni quruqlashtirib yuboradi. Har xil toshmalar, yallig'lanishlarni olib kelib chiqadi. Undan tashqari yuzingizda qichishlar ham paydo bo'lishi mumkin. Bularning sababi shundaki, noto'g'ri ishlatilishda yoki ularda juda ham agressiv bo'lgan tarkibda. Qo'rqmang, videolarning orasida men ularni qanday vositalar bilan almashtirish mumkinligini ham aytib o'taman. Hit lekin zararli mahsulotlar. Juda ham kuchli pilinglar vositalarini ko'p bilamiz. Misol uchun L'Oreal Paris brendidan pilingli mahsuloti. Nima uchun u mashhur? Sababi arzon, osongina topiladi. Professional piling effekti deb e'lon qilingan. Lekin tarkibida esa AHA pecha aralashmasi bor. Nima uchun zararli? Tarkibida spirt va atir borligi uni ustiga uni tarkibida bir necha turdagi kislotalarni bitta qilib qo'yilgan. Bu teringizni juda ham achishtirib yuboradi va tirnashni kuchaytirib qo'yadi. Yaxshisi bitta yumshoq kislotaning asosida pilinglarni olganingiz ma'qul. Masalan, azilin kislotasi Costa Baja brendidan yoki yog'li teri uchun salisil kislotasi. Sevimli plyonkali maskangiz aslida esa teringizga juda ham zarar. Ayniqsa qora ugulli maskalar, ularning ko'pinchasi tarkibida spirt, puva yoki hattoki yelimga o'xshagan moddalarni ham birga tayyorlashadi. Maskani yurganingiz paytida qora nuqtalaringiz bilan birga yuz teringizdagi himoya qatlamingiz, epidermisingiz ham birga yulinib ketadi. Natijada teri tozalangandek bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin aslida esa yuz teringiz juda ham sezgir bo'lib qoladi va tez yalg'anib ketadigan bo'ladi. Bilasizmi, bu nima? Bu tozalash effekti emas, bu shunchaki illyuziya. Bu tozalash emas, bu balki yuz teringizni mikroshikastlanishlarga olib kelasizlar. Ularning o'rniga men yumshoq bo'lgan injin peeling petlarni taklif beraman. Bu juda ham foydali va yuzlaringizga siyayishi effekt beradi. Undan tashqari glinoviy maska bor, loyli, juda ham yumshoq. Bularni bemalol olib foydalansanglar ham bo'ladi. Bu glinoviy maskamiz hattoki yuzdagi pollarni ham tozalab beradi. Agressiv aknega qarshi vositalar, ayniqsa sezgir teri uchun. Yuz skrablarni esa umuman olib tashlang. Men buni tez ko'raman. Odamlarning yuzi allaqachon yallig'langan, lekin u hali ham spirtli losyon surmoqda bo'ladi. Bu olovga benzin sepish bilan baravardir. Bularning o'rniga men sizga yumshoq bo'lgan vositalarni sinab ko'rishni maslahat beraman. Masalan, bizning onlayn do'konimizda Roundlab brendidan Cicapainli kremi juda ham yumshoq. Undan tashqari Roundlab brendidan Magwood kremlari, buni teksturasi geliviy va Skin brendimizdan to'chishli kremlarimiz bor. Mana bular ham. Bular ozgincha yuzlaringizni quritishi mumkin, sababi yog'li yuz terisiga mos tushadi. Undan tashqari Liajen brendidan juda ham zo'r petlarimiz bor. Buni tarkibida ko'k choyli, yuzingizga juda ham yaxshi tushadi, namlantirib beradi va tinchlantiradi va yuzingizni yumshoq peeling qilib beradi. Shuning uchun biron bir narsa mashhur bo'lsa, u sizga ham mos keladi degani emas. Sotib olishdan avval albatta o'zingizga bitta savolni bering. Bu vosita mening yuz terimga kerakmi yoki mos tushadimi? Yoki-da bu shunchaki trendmi? Shu bilan bugungi videomizni shu yerda yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga like bosing, bizning kanalimizga podpisatsiya bo'ling va bu videoni o'zingizga bo'lgan yaqin do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Sizda qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Men sizga javob berishdan mamnunman. Xayr.